Diqqat, ogoh bo'ling. 23-noyabrdan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida migrantlarga nisbatan yangi qonun kuchga kirdi. Ya'niki, siz endi 23-noyabrdan boshlab Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida hech qanaqasi kuryerlik lavozimida ishlay olmaysiz. Iltimos, videoga befarq bo'lmasdan videoni maksimal darajada musofirga kelmoqchi bo'lgan va Rossiyaning Sankt-Peterburgda ishlab yurgan akalarimizga tezda videoni jo'natib qo'yamiz. Demak, bugungi videorolikimizni boshladik. Moskva, Moskovskiy oblasti hamda Sankt-Peterburgda yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga kimga ishonchli va bazada o'tiradigan registratsiya, trudovой договор, uydimleniya, SNILS, NN, deport zapret tekshirish va nima uchun deport bo'lgansiz, qachon deportingiz ochiladi, mana shu ma'lumotlar hamda dokument xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa 10 yil ish stajiga ega Avaz akamizga tavsiya beramiz. Quyidagi ekranda nomerlari turibdi. WhatsApp orqali bemalol aloqaga chiqinglar va o'z ishingizni mana shu Avaz akamiz orqali bemalol har doim bitirishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhurda musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun 23-noyabr 2025-yil Rossiyaning katta bir eshigi o'zbek tojiklar uchun yopildi. Ya'niki Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bugundan boshlab yangi qonun kuchga kirdi. 23-noyabr Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri hamma migrant, o'zbek, tojik, kuryerlik lavozimida ishlayotgan har bittasi ishdan bo'shatildi. Endi hech qanaqasiga o'zbek, tojik patenti bo'lishidan qat'iy nazar ofitsialnimi farqi yo'q. Hech qanaqasiga bu lavozimda ishlay olmaydi bugundan boshlab. Endi siz nima deb o'ylaysiz? Bu albatta biz uchun noxush xabar. Lekin bu narsani ikkinchi tangani ikkinchi tarafi bor. Ya'niki, hop, bugunning o'zidan uje katta logistika kompaniyalari o'zi yozishni boshladi. Mana bu Yandexga o'xshagan dastlabki xizmatlari dillerlari, Lamodami, hammasi ya'niki klientlardan jalba tushishni boshlagan. Bugunning o'zidan. Chunki klientga tovar vaqtida yetib bormasa, klient jalba qiladi. Albatta bu aniq. Endi ishchi kuchi yetishmayapti. Bu ishchi kuchini qayerdan olishadi? Nahotki bilishmasaki, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bizni qanchadan qancha hamyurtlarimiz shu kungacha kuryerlik lavozimida ishlab kelgan va o'z lavozimida mana bunaqa ishlab kelgan. Bunday ish jarayonlarini olib borish, mana shu yo'sinda davom ettirib ketish boshqa xalq, boshqa millatga menimcha eplay olmaydi. Hattoki o'zinikilar ham eplay olmaydi. Bu meni shaxsiy fikrim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu narsa uzoq cho'ziladimi? O'zi bugundan ishdan bo'shatilgan bo'lsa, bugundan jalba kelishni boshlasa, bu bo'sh ishchi o'rinlarni kim qayerdan to'ldira oladi? Bu narsaga meni misol uchun ozgina logistik tomondan o'ylab qaraganda va o'zimizni ishchi kuchimizga ishongan tarzda bizni musofirlarni, o'zbek, tojiklar o'rnini hech kim bosa olmasligini bilgan taqdirda aytamanki, inshaalloh tez orada bu qonun menimcha atmen bo'lishi kerak. Va bu zarur, chunki mana bunaqa o'zlarining ichida ziddiyat endi bundan buyoqqa kuchayaveradi. Chunki dastlabki vaqtida bormasa, bozor iqtisodiyotiga ham bu juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Chunki ishchi kuchi yetishmayapti. Bu ishchi kuchi faqat migrantlar orqali to'ldirilishi mumkin xolos. O'zinikilar hech qachon bu sohada ishlamaydi. Ne tolki bu sohada, boshqa любой sohada o'zinikilar ishlamaydi. Bilasizlar, buni hamma realni tushunib, o'zlari ham juda yaxshi bilishadi. Lekin qonun bugundan kuchga kirdi. Haqiqatan ham hamma ishdan bo'shatildi. Menimcha inshaalloh Xudo xolasa, sizlar fikringiz nima? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Meni o'ylashimcha, bu narsa tez orada admin bo'ladi va hammasi o'zingizga qaytib yoki qandaydir qulayliklar yaratilishi mumkin deb o'ylayman. Yana bu yog'i hammasi Xudodan. Endi mana bu kuryerlik lavozimida ishlayotgan akalar ozgina sabrli bo'lamiz, ozgina kutamiz jarayonni. Jarayon birdaniga sodir bo'lmaydi. Oz-ozdan vaqt kerak bu narsaga. Inshaalloh Xudo xolasa hali hammasi zo'rib keladi. Shuning uchun ko'ngilni cho'ktirmanglar. Kuryer akalarimiz bormi? Sizlarda ahvol qanday Sankt-Peterburgdagilar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Inshaalloh Xudo xolasa sizlar uchun bundan-da zo'r ishlarni biz chiqarishga davom etamiz. Shunchaki bizga obuna bo'lib, kanalimizni kuzatib turinglar va Telegram kanalimiz bor. Pastda Telegram Zuhurda musofir chiqadi. Birinchi silka turibdi kommentariyada. O'tib obuna bo'lsanglar, eng yangi ishlar o'sha joyda birinchi bo'lib chiqadi. Albatta sizlarni Telegram kanalimizda ham kutib qolaman. Musofirlar, ko'nglingizni cho'ktirmanglar. Hali hammasi oldinda. Biz siz hech qanaqasiga hech nima qila olmaydi bular deb o'ylayman.
Xullas, mana shunaqa bugunga yomon xush xabarlar edi. Inshaalloh ertaga yaxshi yangilik Rossiyaning bitta zo'r joydan ish chiqadi. Inshaalloh Xudo xolasa. Shuning uchun ham kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib, qo'ng'iroqcha tugmasini bossangiz, ertaga birinchi chiqqan ish sizga boradi. Inshaalloh Xudo xolasa ertaga sahar tongda sizlar bilan ko'rishguncha hammaga xayr. Tuninglar osudasi musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Videomizni tarqatib qo'yasizlar degan umiddaman.